Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Rossiya Federatsiyasi Moskva shahridan O'zbekiston Respublikasi Toshkent shahriga bugungi kunda navbatdagi 3-avtobusimiz xudo xolasa Passatgacha yonib ketmoqda. Aziz vatandoshlar, qolgan ma'lumotlar bilan ichkarida sizlarni tanishtirib o'tamiz. Aziz vatandoshlar, kamida 20 yil stajga ega bo'lgan shoferlarimiz. Xo'jayin qana bo'lyapti yo'l? 3 sutka uzag'ida yetib boryapsizlar, xudo xolasa. 90 kun uyda o'tirib keyin qaytish kerak degan narsalar hali beri ishlamayapti. Bemalol kirib chiqyapti odamlar. Dokumentlar bor deyishadi. Yo'q, u dokument отдельно, dokumentga отдельно aytib o'tiladi. Jigarlar, agar dokumentinglar yo'q bo'lsa, muammosi yo'q. Jicha rasxotinglar bo'ladi. Rasxotinglarni shu stajga ega vazirlarimiz chiroyli gaplashib olib o'tib ketadi, qo'liga berasizlar. Bo'ynida u yog'iga chiroyli xudo xolasa Rossiya Federatsiyasidan olib chiqib ketadi. O'zbekistondan kelayotgan aka-ukalarimiz 90 kun o'tirib uydan qaytishimiz kerakmi degan savollar juda ko'p bo'lyapti. Yo'q, unaqa narsa hali beri ishga tushgan yo'q. Xohlasangiz ishga ketib 3 kundan keyin qaytib keling. Birovning ishi yo'q u narsa bilan. Keling. Aziz vatandoshlar, avtobusimiz qulayliklariga kelsak, birinchi o'rinda bu davlat tomonidan qo'yilgan chipta asosida qatnovda vokzaldan vokzalgacha qatnayotgan avtobuslarimiz bo'ladi. Qolgan qulayliklarimiz, konditsionerlarimiz, pechkalarimiz 24 ga 7 ishlaydi. 24 ga 7 kuzatuv ostida, kamera kuzatuv ostida bo'ladi. Zaryadniy ustroyство har bir mestada bor. Yana nima qulayligiga kelishimiz mumkin? O'rtada kullelarimiz bo'ladi. Issiq suv, sovuq suvni ishlatsangiz bo'ladi, aziz vatandoshlar. Hop, yo'lda Sanchasga to'xtab beradimi, to'xtamasdan qiynamadimi degan odamlarga so'rang, vazirchilardan bitta so'raymiz. Sanchasga qanchada bir to'xtab beryapsiz? Tuvalet chiqsa to'xtaymiz. Любой tuvalet chiqqan joyda to'xtab beryapsiz agar so'rasa odam. Keling, darsni ko'rsatib chiqishingiz mumkin. Yo'lovchilar bilan suhbat qilib. Не работает? Никогда едем. Ну, говорят, работает. Не работает. Когда поедем. А что не работает? Когда поедем. Ichki holatlari mana avtobusda aka-ukaga. Kelar. Zo'rmi avtobus? Yo'qdimi avtobus bulutlar? Ha. Nima tavsiya qilasizmi? Tavsiya qilasizmi? Tavsiya qilamiz. Bo'ldi, yurtdoshlar kelaversin. Sovuq tushib qoldi o'sha. Bemalol telefon qilib bog'lanib kelaveradi. Biroq avtobus yoqdimi sizga? Yaxshimi qulayliklari? Aka, sizlargachi yoqdimi? Tavsiya qilasizlarmi? Yaxshi akalar. Mana aka-ukalar. Ichki holatlari. Odamlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like bosishga boshni unutmanglar mana. O'zimizga o'xshagan passajirlar bor. 220 voltli u yaraliga adapterlaringizni tiqib bemalol nima qila olasiz. Bemalol. Bo'ldi, videolarimiz tugadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.